bizani sodiq klientlarimizdan biri opamiz yana keldilar. Bularda seriozli masala bor edi. Boshda kelganlarida Rasulullohdan muttafaqun alayh bo'lib kelgan hadis bor. Sizlarni davolanishlaringiz uchun eng yaxshi narsa hijomat deganlar. Shunga muvofiq yana bitta klientimiz Allohning izni bilan, Allohning fazli bilan Alloh taolo o'zi rahim qilib tuzalib ketdilar. Hozir o'zlaridan eshitamiz. Marhamat opajon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga shu hijomatga kelishga tavsiya qilaman. Men ham Allohga tavakkal qilib keldim. Bundan 1 oy oldin ortopediyaga borib, rentgen qilib, o'sha MRTlar qildirganimda 10 tomon tizamda 2-stepen yemirilish deb chiqqan edi diagnoz. Kuchli yemirilish 6 oy, 8 oy yursangiz, agar 3-stepenga o'tsa, operatsiya qilamiz deyishgan edi. Ketdim, lecheniya yozishdi doktorlar. Bormagan doktorim qolmadi. Lecheniyalarni oldim. Keyin Alloh shu qalbimga mana shu sunnat amal bo'lgan hijomatni berishni buyurdi. Hijomatga keldim. Birinchi kunni o'zida sirazi bilindi effekti. Alloh shifoli qilgani. Yengil bo'lib chiqib ketdim. Birinchi kun kelganimda zinadan o'g'illarim, 3 ta o'g'lim yeteklab ko'targandan qilib yarim ko'tarib olib chiqishdi. Keldim, hijomat oldim, ketdim. 3 kun, 4 kundan keyin ikkinchi hijomatga keldim. Alhamdulillah o'zim zinadan yurib chiqdim. Zinadan yurib chiqib, shu tizamga keyin qayta ikkinchi hijomatni oldim. Hijomatni olganimdan keyin o'zim zinadan tushib ketdim. Zinadan umuman chiqa olmayotgandim. Oyog'im umuman buklanmayotgandi. Revmatologiyaga yana bordim. Umuman boshqacha tashxis bilan chiqib keldim. Doktorlar ham hayron, "Sen lecheniyadanmi yo boshqa lecheniya oldingizmi?" deyishdi. Menikini ham oldim. Keyin shu sunnatga amal qilib hijomat ham oldim. Men ko'proq mana shu hijomatdan deb o'ylayman, chunki men u doktorlar lecheniyasini olganimdan keyin ham baribir uncha yura olmadim. Oyog'im og'rib, baribir ona qilmadim. Farzandlarimga o'zim yaramadim xizmat qilishga ham. Hijomatdan keyin ancha yengil bo'ldim, alhamdulillah. Sizlarga ham kelib, shu yerdan lecheniya olib, muolaja olishinglarni tavsiya qilaman.